Assalomu alaykum, Grand Truck kompaniyasi mijozlari. Mana bugun Samarqand viloyati Urgut tumanida 2.6 lik Carmex'imizni ko'rib qoldik. Akamiz ishlatayotgan ekan, aprel oylari xarid qilgan ekan. Hozir akamizdan otsifini olamiz shu Carmex haqida. Aka, assalomu alaykum. Shu Carmex haqida bir ikki og'iz fikrlaringizni bildirsangiz, qanaqa ishlashlari, qachon oluvdingiz, nima? Ishlashlari yaxshi. Yilni boshida aprel oyi olgandik, o'zimiz ikkita olgandik. Bittasini Beshkapa qishlog'iga berganmiz. Bu ham shu apreldan beri ishlayapti ikki tomonda. Oldin ham bu garant bu firmadan biz o'zimiz ham havo olgan edik. Havo samasfal olgan ekanlar o'zi akamiz ham oldin. Shundan keyin boshlig'imiz amakim olgan edi, amakim miksliga qiziqqan ekan, shuni olib keldi. Aprel oyidan beri ishlatyapmiz. Ha, yaxshi. Hech qanday muammo kamchiliklari yo'qmi aka? Yo'q, yaxshi. Ha, yaxshi. Agar sizlarga ham 0.8 kubdan 6.5 kubgacha shunaqa Carmex'larimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Grand Truck kompaniyasiga murojaat qilsanglar, yetkazib beramiz.